Demak, birinchi obzorimiz, demak, Haval Junior modeli bilan bo'ladi. Hop, narxlari bilan, ularni tarif modifikatsiyalari bilan Doniyor akam o'zlari bir qator tanishtirib o'tdilar. Assalomu alaykum. Doniyor aka, yaxshimisiz? Salonimizga. Mazal yaxshimi? Rahmat. Bir qator obzor qilib bersangiz o'zingiz, ha? Xo'p, bo'ladi. Ushbu modelimiz Haval Junior modeli. Hozirgi kunda Namangan shahrida ham ancha trendga chiqib qolgan avtomobil. Motor qismiga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bo'ladi. 143 ta ot kuchi. Ushbu modelimizda 100 kilometrga o'rtacha shahar ichida 7 litr, dalniyda cruise control bilan 2,5 litrgacha rasxod qilishingiz mumkin. Yaxshi tomonimiz, mashinamiz o'zi balonlari Kumho Sons balonlarda bo'ladi. Tayyor balonni almashtirishingiz ham даже shart bo'lmaydi. Mashinamiz o'zi tayyor Black Edition qilingan holatda, old obrisovkalarini ham ko'rishingiz mumkin. Tayyor holatda bo'ladi. Bunda motor, miya, korobka, elektronika sistemalari germanskiy bo'ladi, ya'ni Bosch texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan. Mashinamiz to'liq panorama lyukli bo'ladi. E'tibor bersangiz, mana bu tomondan sizga hozir to'liqroq ko'rsatib tushuntirib beraman. Mashinamizda to'liq 360 gradus kamerasi bo'ladi. Bundan tashqari sensorli beskruchoy dostupda bo'ladi mashinamiz. Mashinamiz ochilib yopilishiga ham e'tibor bersangiz, to'liq shum izolyatsiyada bo'ladi. Mashinamizni salon qismlarini bitta ko'ring. Mana hurmatli kuzatuvchilar, salonlari. Avtomobilimizni salon qismiga keladigan bo'lsak, salon qismi to'liq perforatsiyali ekokojadan tashkil topgan bo'lib, 4 ta sideniyamizda ham abagrev sistemasi o'rnatilgan. Oldi sideniyamizda abdub sistemasi ham bor. Ya'ni sideniyalarimiz to'liq isiydi, hamda oldi sideniyamiz soviydi. Hop, bundan tashqari avtomobilimizda dvухзонный klimat kontrol, adaptivniy cruise control, panorama lyuklari ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari proyeksionniy displey ham bor. Даже antiradar ham shart bo'lmaydi. Nimaga desanglar, yo'llardagi aynan siz ketayotgan yo'lda tezlik necha belgilanganini ko'rsatib turadi va bunga asosan siz o'sha tezlikni oshirmagan holatda harakatlanishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobilimizda dvухзонный klimat kontrolni ishlash sistemasi, bu tomonda hojiona o'tirgan bo'lsalar, ularga so'ng yoqib, o'zingizga sovun yoqib olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni bitta vaqt o'zida avtomobil 2 xil havo sistemasini boshqara oladi. Rullarimiz to'liq isiydi. Bundan tashqari avtomobilimizda 360 gradus kamera, беспроводной zaryadnik hamda o'zini-o'zi parkovka qilish va parkovkadan chiqish funksiyalari ham bor. Avtomobilimiz jo'stikli 7 pog'onali avtomat korobkadan tashkil topgan bo'lib, undan tashqari rushnoyimiz, avtohod sistemalarimiz ham avtomobilimizga o'rnatib qo'yilgan. Salonimizni ko'rinishiga bitta e'tibor berishingiz mumkin. Barida xolodilnikimiz ham mavjud bo'ladi. Undan tashqari podstakanchiklarimiz ham bor. Hop, yana bir gap aytib qo'yishim kerak. Avtomobilimizning oynalari to'liq xavfsizlik sistemasi bilan jihozlangan bo'lib, bolalarni qo'li qolib ketgan taqdirda qisib qolmaydi. Ya'ni bu lyukda ham amal qiladi. Lyukda ham bolalarni qo'li qolib ketgan taqdirda qisib qolmaydi. Hop, old oynalarimizga e'tibor bersangiz, to'liq spiralli bo'ladi. Ya'ni yomg'irli situatsiyalarda oynalarimiz umuman bug'lanmaydi. Mashinamizni orqasini ko'rsataman. Orqasini. Avtomobilimizni orqa qismiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, eshiklarning ochilib yopilishidan ham avtomobilimizning shum izolyatsiyasi qanaqa darajada bo'lganini bilishingiz mumkin. Orqa o'rindiqlarimizda ham orqada o'tirgan insonlarimiz uchun isitish sistemasini o'zlari boshqarishi uchun tugmachalarni qo'yib qo'yganmiz. Orqa sideniyalarimiz ham ko'rsangiz bo'ladi. Orqa sideniyalarimizdda ham klimat kontrol ishlaydi. Undan tashqari podstakanchiklar bor. Bemalol orqada o'tirgan insonlarimiz ham xotirjam mashinada dam olib ketishlari mumkin. Buni yaxshi tomoni, avtomobilimiz MacPherson podveskadan tashkil topgan bo'lib, независимый многорычагный podveskada ishlaydi. Ya'ni natsionalniy podveska alohida harakatlanadi. Shuning uchun orqada o'tirgan odam uchun ham mashinamiz ancha yumshoq bo'ladi. Mashinamizning orqa ko'rinishiga ham e'tibor berishingiz mumkin. O'zi sportivniy spoilerlarni qo'yib, Black Edition holatda tayyor qilib qo'yilgan.
ortiqcha narsaga расход qilishingiz shart bo'lmaydi. Oynalarimizga ham tonirovkani tortib qo'ymaganmiz. O'zi zavodskiy kuydirilgan holatda chiqadi oyna. Bagaji ko'rishinglar mumkin 307 litrdan tashkil topgan. Bagajimizni agar mabodo uzoq safarga chiqqaninglarda spalniy ko'rinishda foydalansanglar ham bo'ladi. Mana xohlasanglar ko'rsatib beraman. Xo'p. Bagaj qismimizni yotqizgan taqdirimizda bu yoqdan qaraganingizda bemalol spalniy ko'rinishda foydalansangiz ham bo'ladi. Avtomobilimiz 1.5 turbina motordan tashkil topganligi uchun 55 talik bakka 92 yoki 92 dan yuqori bo'lgan benzindan foydalanishingizni tavsiya beramiz. Ko'pchilik mijozlarimizni talabiga binoan javob beraman. Hop, avtomobilga propan o'rnatsa bo'ladimi degan savol berishadi. Propanga tayyor joyi bor, 72 talik tabletkagacha propan tabletkalari tushadi. Bemalol propan qo'yishsa bo'ladi, harakatlansa bo'ladi. Hop, buni narxini aytib o'tib ketsangiz, qanday turlar? Haval Julian modelimiz 3 ta pozitsiyadan iborat. Birinchi pozitsiyasi 279 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900, uchinchi pozitsiyasi shu full pozitsiya 329 million 900 ni tashkil qiladi. Endi bu avtomobilni to'lov turlari bo'yicha sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ushbu avtomobilni boshlang'ich eng kam 30% to'lov bilan 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda tarifikatsiyasiga qarab xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni boshlang'ich 30% to'lab 1 yil muddatga 5% o'zingizning nomingizga rasmiylashtirishingiz mumkin yoki 50% to'lab 18 oyga, 60% to'lab 24 oyga, 70% ni to'lab 36 oyga o'zingizning nomingizga bir kunda rasmiylashtirishingiz mumkin. Haval Julian modeli juda ham idealniy tanlov. Avtosalon tanlashda adashmanglar. Shu narxlar kanali orqali kelgan mijozlarimizga qo'ldan kelgancha bonuslarni qilib beramiz. Adreslarni bir qator aytib o'tib ketsangiz. Adresimiz Namangan shahar, Chorsuv dahasida, shu Yangiqo'rg'on yo'liga harakatlanganda Turon universitetining shunday yonginasida joylashgan. Hop, mana kuzatuvchilar bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.